osonda yo'q ekan. Men hammasida bo'ladi deb o'ylaganim, demak paynet bankomat topish kerak ekan. Ketdik, rasvo qildim. Bu ovozni o'tkazmasdan, yomg'irni o'tkazmagandek. Bugun havo gradusi 2. Bu oy sizga shapka kiyib yur deb urishmasa ham o'zingizdan bilib shapka kiyib yurasiz. Chunki administrator, operator, menejerman. Shunchalasdan bitadi. Vashi sovuq ketdi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Karbonika va kuzatib turganingiz Toshkent Eats YouTube kanali. Bu kanalda siz kuryerlik haqida barcha sarguzashtlarni, yana o'rganishingiz kerak bo'lgan, sizlarga foydali bo'ladigan bilimlarni olishingiz mumkin. Bugun Voltdagi ikkinchi qism videoni chiqaraman. Undan oldin Voltda ishlab yurdim. Yomg'irda ham Voltda ishladim, lekin yomg'ir bo'lganligi sababli videoga ola olmadim. Просто tak o'zim maza qilib ishladim. Faqat o'lib ketish yo'q bo'ldi. Yomg'irda zo'rg'a ko'ryapman. Ochki kerak bo'lar ekan yoki kaskami. Bugun havo gradusi 2. Lekin menga unaqa ko'p sovuq tuyulmadi. Birinchidan men velosipedda yuraman. Oddiy velosipedda yurganligim uchun harakat qilganim sari qon aylanishi tezlashadi va bu meni sovqotib qolmasligimni kafolatlaydi. Bu narsa tajribamdan o'tgan do'stlar. Shuning uchun men elektrovelosipedga o'tmayman. Chunki elektrovelosipedda odam harakatsiz qoladi, bir xil qotib yuradi. Lekin qo'lim sovqotyapti. Atak hozir birinchi inkassa qilib olishim kerak. Ya'ni o'tgan safargi videoga inkassatsiya qilmagandim. Hozir inkassatsiya qilishni sizlarga o'rgataman, tushuntiraman. Uni ikki xil yo'li bor ekan. Bankomatdan ham qilsa bo'lar ekan yoki kartezdagi pulingiz bo'lsa, kartezdan ham o'tkazsangiz bo'lar ekan. Hech qanaqa komissiya olmaydi. Esingizda bo'lsa, Yandex Lavkada komissiya olardi, anaqa bankomatga pul to'lasanglar, bankomat 3% komissiya olardi deb jalba qilib shunaqa gapirib chiqqan. O'zi ko'rinishim bir ahvol bo'lib yotgandir, lekin o'tgan safar men bu kurtkani oldini yopib olib gapirganda ovozim yaxshi eshitilmabdi-da. Qishi ko'zi ko'r, bilmayman qanaqa hozir ikkita kapshon kiyganman, shapka kiyib olganman. To'g'risini aytsam, ana ulg'ayishni bitta belgisi bor-da. Bu oy sizga shapka kiyib yur deb urishmasa ham o'zingizdan bilib shapka kiyib yurasiz. Chunki ulg'ayganingizdan keyin sizni dori ukollaringizni mas'uliyati o'zingizga tushadi-da. Uyalasiz ham, kasal bo'ldim, mazam yo'q deb aytgani. Shuning uchun maksimalni o'zingizni asrar ekansiz. Bu esa bunga Toshkent. To'g'risi shahar kechasi juda chiroyli bo'ladi. Ayniqsa men yaxshi ko'radigan yo'llarda shapkam tushib qoldi. Yuzimni mem qilib yormanglar iltimos faqat. Shaharni men yaxshi ko'rib ishlaydigan zonasiga kelib oldim, ya'ni C1 ekopark tomonlarda ishlashni yaxshi ko'raman va kelganim uchun endi ishni boshlashni bossam bo'ladi. Xo'p. Mana bizda hozir yuqori o'rtacha talab ko'rsatyapti, ko'k turibdi va bu narsa soat 9 gacha davom etadi deyapti. Yuqori darajadagi daromad. Uzr, boshqa narsani qo'lim tegib ketibdi. To'g'risi yomg'ir yog'gan kuni iPhone'da ishladim-da, chunki video olmadim-ku. Video olmasam iPhone'da ishlayman, maza qilib ishladim, ishoninglar, iPhone'da. 9 gacha yuqori darajadagi daromad turibdi. Va bu onlaynni bosdim. Hozir men turgan joyda yaxshi, yo'q, men turgan joyda emas, men kelgan joyda zakaz qizil turgan ekan. Afsuski men hozir C1 tomonga keldim, balki yana o'sha yerdan zakaz tushar. Do'stlar, Voltdagi men eng hurmat qilgan va eng yaxshi ko'rgan joyi bu poddershkasi. Kuryerlarni rostdan ham poddershka degan so'zga amal qilib poddershka qilar ekan-da. Просто tak nomulug' spas-quruq degan narsa emas. Rostdan poddershka ishlayapti. Chunki men sizlarga hozir buni chat orqali gaplashganimizni ko'rsatib isbotlab beraman. Mana ko'rishingiz mumkin. O'sha kuni men Zig'iroshdan zakaz oldim va menga restoran aytganiki, non ham olib oling degandi. Menga zakaz qildi. Xo'p. Mazali C1da mana qaranglar. Qayerdan olinishini ko'rsatadi. Mana ko'k joyi qayerdan olishim va buni qayerga olib borishim. Ko'ryapsizlarmi? 3.2 kilometrga tushyapti zakaz. Qabul qildim zakazni. Endi gapimni chala qolmasin, mana shu davom ettirib oling. O'sha restorandagi odam iltimos non olib keting, birorta magazindan bizning o'zimizda non qolmagan deganda, va nonni pulini menga berib yubordi. Lekin nonga borganligim uchun, sal vaqt o'tib qolganligi uchun menga anaqa yozdi men bu odam.
Assalomu alaykum Sevinch, buyurtmani olganmisiz? Ha, oldim, lekin oldimni bosishni unutibman deganman. Endi o'sha kuni yomg'ir bo'lganligi gulchala yozilgan. Oldimni bosish esimdan chiqqan, u restorandagi xodim bilan gaplashib esimdan chiqib qoldi. Keyin non ham olish kerakmi? Ha, oldim non deganman. Sizlar raqamingizni restoranga bersam bo'ladimi? Nonni pulini tashlab berishadi. Keyin ular meni nonga sarflagan pulimni, haqqimni olib berishmoqchi. Tushunasizlarmi? Meni haqqim uchun bular harakat qilyapti. Masalan, men ham so'rasam bo'lar yoki вообще ularga ham qiziq bo'lmasligi ham mumkin edi. Olgandir balki deb o'ylashi ham mumkin edi. Men вообще o'sha narsadan shokka tushdim, chunki o'zimda ham, Yandexda ham bunaqa narsa yo'q. Bizdan haqqimiz qolib ketsa ham farqi yo'q klientga. Asosiysi klient har doim praf bo'lsin degan narsa ishlaydi. Kuryerlar umuman o'ylamagan shu paytgacha. Va sразу shtraf nimadir bo'lsa biz tomonidan xato ketsa o'ylab o'tirish yo'q. Keyin u shtrafni qaytarib olish uchun ofisga borib, korrektirovka qilib, ovoragarchilik Yandexnikini umuman bilmadim lekin. Va mana yaxshi tushunarli charchamang. Sizga buyurtmani o'z vaqtida yetkazib berishdagi yordamlaringiz uchun chin dildan minnatdorchilik bildiramiz. Agar kelajakda qo'shimcha savollar bo'lsa yoki yordam kerak bo'lsa, iltimos har doim murojaat qiling. Nima deydi? Bu narsaga respekt desa bo'ladi-da. Ekspressda qanaqa ishlaganman? Ekspressda qanaqa podajka qilishgan? O'shanaqa podajka qilishadi. Ekspress haqiga duo qilib qo'ydi. Yaxshi kompaniya edi. Короче, zakazda olishga ketyapman. Ana qarang, sovuq bo'lganligi uchun yuzlarim yopib olganman, sochimni ichkariga tiqib olganman. Hech kim qiz bola deb o'ylamaydi. Xo'p, soatni ko'rib olaylik endi bitta. Soatimiz 8:13 da. MTJ meni yana yo'qlatdi. MTJ debdi. Va sovuqda miya ketib qolibdi. Nazgalik to'bu. Zakaz olgani keldik. Bu ovozni o'tkazmasdan, yomg'irni o'tkazmagandek xuddi. Xo'p, zakaz olib chiqdim. Hammasini belgilab chiqaman. To'g'risi, iPhone da ishlab o'rganib qolibman, mazada iPhone da ishlash. Xo'p. Hozirdan boshlaymiz. Bizga kartani chiqarib beradi. Yandex kartamizga o'tib olamiz. To'g'risi faqat qo'l sovuq qo'tyapti, atak o'zim qizib bo'ldim-da. Xuddi razminka qilib oladi-yu odam. O'shanaqa bo'lib ketadi. Xo'p, piyodani bosamiz, 2 kilometrga olib boramiz. Undan tashqari Volt uzoqqa zakaz bervormaydi. Ko'pi bilan 2 kilometr chiqyapti, 2,5 kilometr chiqyapti. Mijozga olib borish. Hecham bir 4 kilometrli, 5 kilometrli zakaz olmadim velik tarifida. Mabodoga men yoqmaydigan tarafga berib borsa ham 2 kilometr masalan berib bordi, lekin u tomonda zakazga ham yoki ishlamoqchi bo'lmasam, o'zi knopkasi bor. O'sha zakazdan keyin ishdan chiqaman degani. O'sha zakazdan keyin ishdan chiqaman deb zakaz berib qo'yasiz. Zakazingiz yopilgandan keyin ishdan avtomatik chiqasiz. Keyin yana o'zingiz xohlagan joyga borib olib, start bersangiz bo'ladi. Xohlagan joyingizga borib ishlab olsangiz bo'ladi. Bu degani siz bilmaydigan uzoq shahar chekkasi joylarga berib yormaydi. Agar berib yorsa ham siz uni oldini ola olasiz 100%. Endi esa sizlar bilan o'sha o'tgan safar aytganim bankomatdan qanaqa inkassatsiya qilishni ko'ramiz. Bu menda hozir oson to'lov degan bankomat, Paynet emas. Birinchi poyez beramiz. Uzra. Men buni o'zbekcha qilib olaman. İngilizce ekan mana. Hop. Volt. Ha, osonda yo'q ekan. Men hammasida bo'ladi deb o'ylagandim. Demak, Paynet bankomat topish kerak ekan. Ketdik, rasvo qildim. Paynet va yonda Pelov ham bor ekan. Ko'ramiz, qani ikkalasida ham chiqadimi yo'qmi? Hozir eligimni pasportga qo'yib olib, shuni ko'tarib ketaverish degan. Hop. Bunda poyez bersa bo'lar ekan. Buni chiqamiz. Bunda poyez qilib bo'lar ekanmi? Uzr. Mana gaplar, короче. Paynetimdan qolmasin. Mana, Volt desam chiqyapti. Mana bu yerda kuryerning ID'sini programmada ham ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarga o'zi ishga kirgan paytingizda
administrator, operator, menejerman. Shu uchalasidan bittasi ID'laringizni tashlab beradi. O'sha kuryera ID'ni kiritasizlar, undan keyin telefon raqamingizni kiritasizlar. 1000 so'mdan 10 milliongacha tashlash mumkin. Komissiya 0. Lavkada nima qilish kerak edi? Lavkada inkassatsiya qilish uchun o'zimizning kartamizga 3% komissiya bilan pul tashlab, keyin lavkaga botga tashlab berishimiz kerak edi. Bunda o'zini anaqasi bor. O'zini to'lov usuli bor ekan, bu komissiya olmaydi. Ya'ni bizning oldimizdan hech qancha pul ketmaydi. Men buni ish desa bo'ladi-da, ish qilishdan oldin hamma narsani pishiq qilish kerak. Tushundinglarmi? Agar mijoz sizga pulni kartangizga tashlab bergan bo'lsa, o'sha kartadagi pulni qanaqa qilib voltga inkassatsiya qilishni ham ko'rsataman. Men bu yoqda finansiz degani bor mana. Qopcha turibdi, tangachalik qopcha. Ichiga kiramiz. Va mana men bu yoqda strelka chiqadi, offload degan. Mana shu tugmani bosib, men bu yoqda offload with volt qilamiz. Bu yoqga birinchi marta kirganingizda o'zi karta raqam so'raydi. Karta raqamni kiritib, SMS kod keladi, uni ham kiritib, keyin mana shu yerda qancha summa, masalan, men hozir yana 236 ming qilishim kerak ekan. Masalan, sizda 100 mingga naqd, 100 mingga karta bo'lsa, men bitta 100 ming so'm yozib, mana bunaqa 100 ming so'm yozasiz. 100 ming bo'ldi, 10 ming bo'ldi. 100 ming yozib, offloadga ish qilasiz. Qolgan 100 mingini esa yana bankomatdan qilib olsangiz bo'ladi. Qolgan 136 ming masalan, men sizlarga ikki xil yo'lni ko'rsatdim. Ikkalasida ham bizda hech qanaqa minus bo'lmaydi va og'irligi ham yo'q. Просто ID bilan telefon raqam kiritasiz, ovoragarchiligi yo'q. Zo'r. Endi soat 9 gacha aktiv, ya'ni talab kuchli payt edi. Soat 9 dan o'tdi va anu qizil joylar ham yo'qoldi. Boya men bitta ko'rgan bo'lsanglar 11 ta tochka ko'rsatyapti. Hozir 0 turibdi. Uje, ya'ni zakaz sal kamaydi. Lekin odatda ozgina kutilsa yana shunaqa aktiv zonalarni va qo'shimcha daromadlarni ochadi-da. Faqat kutish kerak bo'ladi. O'sha payt yana ishlab olsa bo'ladi. Chunki o'sha paytda baribir zakaz ko'p bo'ladi va kuryerlarga talab ham kuchayadi. Zakazlarning ham narxi yuqorilashadi, ya'ni ko'taradi. Kunduzi boshqa ishladaman, syomkaladaman, shu uchun kunduz ishga chiqolmayapman. Lekin ertaga Xudo xolasa obyektda ishlab ko'rmoqchiman. Ham issiqroq bo'ladi, ham anaqa pik vaqtlarni o'tkazib olyapman. Pik vaqtiga chiqishga ulgurmayman. Даже kechkisiga ham ulgurmayman. Tugab bo'lgandan keyin chiqaman. Pik vaqtida ishlab ko'rsatgandim, yaxshi chiqqandi. Lekin yomg'ir yoqqan kuni rostdan ham zakazlar ko'p tushdi. Ham narxi ham baland edi. Lekin men videoga ololmadim. No fighting. Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. O'zim maza qilib ishlagim kerak to'g'ri. Chunki videoga olsam, xayolim ikkita narsada bo'ladi. Ham ishda, ham videoda. Nimadir videoda gapirishni unutib qo'ysam, to'xtab videoda gapiraman, xuddi mana shu hozirgidek. Просто ishlasam, video olmasdan ishlasam, xayolim faqat ishda bo'ladi. Atrofdan zavqlanaman o'zim. Xayolimda video olish kerak, u degan narsalar bo'lmaydi. Video olishni yaxshi ko'raman, lekin yomg'irda olib bo'lmasdi, chunki o'zi men kaska taqmayman, ochkiyim ham yo'q edi. Yomg'ir ko'zimga kirib ketib, yo'lni zo'rg'a ko'rdim-da. Birinchidan yo'lni zo'rg'a ko'rdim, ikkinchidan kameramga suv tushsa xira bo'lib qolayotgandi. Kamerani artishga kiyimimga artay desam, kiyimim ham ho'l. Lekin men bu vitrovkada umuman yomg'ir o'tmadi. Maza qilib ishladim. Hozir esa uje havo yana sovib qolgandir. Meni garajim bor, buni Instagramdagilar biladi. O'sha garajimni tomini yopgandim-da, o'sha yomg'ir yoqqan kuni. Obedda yopuvdim, kechki ishga chiquvdim va ishoninglar, ulguribman deb vaqtida ulguribman. Chunki agar bunaqa yomg'ir yog'ganda garajimni tomidan suv o'tib ketsa, ichkariga suv toshib ketardi deb o'yladim. Vaqtida ulguribman, Xudo ko'nglimga soldi-da. Kech qolmadim o'sha narsaga. Qiynalmasdan yopib oldim, chunki havo issiqroq edi, sovuqda yopish o'zi bo'ladi, tomga chiqib. Men anaqa podyezdga olib kiraman-da, podyezda anaqa bor, domofon bor. Jetonimni qidirib oldim, kalitimni. Ortimdan odam kelib qoldi. Ha, brat, shoshmang dedim. Bundoq qaradi. Voy, opaga kalit deb qoldi. Aytdim-ku, sochimni yig'ib olib, kapshonlar kiyganimga orqadan bo'lmaydi, qiz bola ekanligi. Shunisi yaxshi menga o'zi. Bo'lmasa ko'chada hamma hayron qarashi menga uncha yoqmaydi. Endi hayron qolmasa ham bo'lmaydi. Hayron qoladigan ishlar qilaman men deb kibrlanib ketay.